Bu mashinani ko'rmasangiz bo'lmaydi do'stlar. Qaranglar. 2021-yil Nexia 3 avtomat. Obshipkalar yaxshi holatda. Salon akkuratniy. 119 ming probeg. Rul, Pioneer magnitofon, video registrator, polik, chexol. Holati yaxshi. Sonsiz ashta urilgan. Ko'rib turibsizlar. Avtomat korobka 2021-yil. 1 yildan tortib 5 yilgacha bo'lgan muddatga avtokreditga chiqadi. Metani bor do'stlar. Bitta qo'l mashina. Kraskasini albatta o'zingizlar uchun tekshirib olasizlar. Balonlanchlari yaxshi holatda turibdi. Yedirilib ketmagan, diskalari ham qirilib, boshqa holatlari zo'r. Motor hadoyida umuman ish yo'q. O'z nomingizga avtokreditga mana shu ko'rib turgan Nexia 3 100% o'zingiz nomingizga chiqadi. Ko'rib turganingizda motor holati mana ishlashi. Xullas do'stlar, boshlang'ich to'lovga xohlang Nexia 1, Nexia 2, Matiz, Damas mashinasi bo'lsa ham, Labo mashinasi bo'lsa ham bosh to'lovga olib qolaman.